Men nomidan $500 ko'p skidka qilib beraman. Gapga aka. Bo'ldi gap. Mini brendiga keluvdik. Uka buni anaqasi qanaqa? Avvalambor assalomu alaykum Davron aka. Charchamayapsiz Sog'lar aka. yaxshi. Endi bu texnikamizga keladigan bo'lsak aka, mini texnikamiz aka. Asosan xozmagi bor, haligi mayda-mayda yuklar bor, ya'ni unaqa tonnasi katta bo'lmagan akalarimizga o'zi bu texnikamiz. Bu texnikamiz aka balandligi 2,5 metrga ko'tarib to'kib beriladi. Labo, pavo, munis, kichkina zilchalarga ham to'kib berishi mumkin. Bunimiz aka bir portion. Bir portion bu rasxoti ham unaqa katta emas, hali 2-3 litr shu kichkina joylarda ishlatgan aka. Bu 500-600 kilo yukni bemalol ko'tarib to'kib beriladi. Eng qizig'i buni aka hali kichkina paxta zavodchalar bo'ladi. Kubasi qancha buni? Bu aka 0,2 dan 0,2 kubali, 0,2 kubalik ham bor, 0,3 kubalik ham bor aka buni. Bu 500-600 kilo yukni bemalol ko'tarib to'kib beriladi. Eng qizig'i buni qisqichi ham bor aka. Paxta, maqta, o'tin po'tirlar, daqa-baqa siljitgani. Mini texnikamiz bu aka. Endi aka buni puli keladigan bo'lsak, puli hozirgi kunda $5,000 deyilyapti. Xudo xolasa sunnatiga 1-2 so'm o'tib beramiz aka. Ha, bo'ldi. Bu keyingisi-chi bu? Endi aka Buncha kattaroq ekan-a? Ha, bu jicha kattaroq, endi motori ham ancha katta aka bunisi. Ha, buni ham ko'vish qo'ysak bo'ladi? Ha, aka buni qisqichi ham bor, kattaroq ko'vishlari ham bor buni aka. Ikki xil ko'vishi bor-da, 0,2 kuba, 0,3 kuba buniki ham. Endi bu haligi nima desa bo'ladi? 4 portion bu. Hali balga bemalol hali tender o'ynagan olayotgan akalar bo'ladi-yu. Ana shularga ham zo'r texnika. Narxi unaqa qimmat emas aka. 4 portion. Rasxoti 3 litr, 4 litr atrofida aka buniki. Bu 270 ga bemalol to'kib beriladi. Xudo xolasa 1 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'tarib ishlatsa bo'laveradi aka. Zillarga bemalol ortadi. Qanaqa puli? Endi buni pulini hozir skidkada 9,000 deyapmiz. Xudo xolasa buni ham sunnatiga o'tib beramiz. Leasing, bank iloji bormi? 30% puli bilan kelsin, bir kunda chiqarib beraman aka. Leasing, bank, kredit, любой. Bu ham xuddi shuni prosta ko'vishi ekan-a? Ha, bu ikkalasi bir xil, endi orqama-orqa turibdi. Endi keyingisi albatta buni so'rasangiz kerak. Ha, bu chunki bu ham shu minilarimiz safida turadi. Kabinali, u konditsioneri ham bor ekan. Ha, kabinasi, konditsioneri, ventilyatori. Bismillah. Chang joylarda ham bemalol ishlay oladi. Aka, motorlari bir xil, ko'tarishi, kovushlari hamma yo'g'i bir xil aka. Prosta buni kabinasi bor. Bunda faqat bitta kovush bo'ladi? Ha, hozirgi kunda uniki faqat bitta kovush, qisqacha, ortiqcha opsiyalari yo'q uniki aka. Qo'ysa bo'ladi lekin. Qo'ysa bo'ladi. Alohida olib, xudo xolasa. Alohida kimgadir kerak bo'lsa, u ham alohida kerak bo'lsa, qisqacha adapterlari bilan xudo xolasa qilib beramiz aka uni ham. Bu yaxshi ekan. Eng muhimi aka, nechaga yuk oladi bu? Kovush kattaroq ekan. Aka, bu ham ikkalasi bilan bir xil, 1 tonna yuk oladi. Aha. Bemalol sement, ko'mir, qurilishlarda mayda-chuyda ishlarga yaxshi ekanda. Endi aka, buni eng muhim qismini aytmabman, motorni bitta ko'rsatib o'tib ketay. Ha, shu motorni bitta ko'raylik-chi. Ko'pchilikka qiziqda motori. Aka, motori mana hozir katta avtobuslar yuribdi-yu, Lonking. Aha. O'shalar bilan bir xil yuchay aka motori. Yuchay motor bo'lgandan keyin zapchastdan umuman muammo yo'q. Eng muhimi aka, Mingyu brendi Xitoyda hali urveni bo'ladi-yu. 1 yil 1-o'rin, 1 yil 2-o'rin bo'lib kelayotgan texnikada har bir detalgacha o'zi yig'adi. Masalan, men bu bak qoppog'i deysizmi, balon deysizmi, qanot deysizmi, o'zi ishlab chiqaradi aka, o'zi quyadi. Garantiyasi bor bular. Garantiyasi bor 1 yilga. Aka, bu o'zi yiqqandan keyin mayda detallargacha bor-da Xitoyda. 1 yilda aka 80 mingtagacha sotib bor. Zapchasta muammo yo'q, mana shu yerda o'zida bor hammasi. YouTube tomonidan umuman zapchasta muammo yo'q. Zapchasi unaqa qimmat emas. Misol uchun Cobalt aka bizda. O'zingizlarga murojaat qilsa, liboy zapchasi. 50 mingta sotiladi. Yo'q, zapchasti. Yo'q, zapchasti umuman muammo yo'q. Mana shu yerda o'zida hamma narsa bor. Hamma narsa bor, bitib ketadi aka, shayton. Hali narxini aytmay ketdik-a? Aka, unimizni narxi hozirgi kunda $11,000, yana kelishtirib beriladi, xudo Ha, xolasa. o'tib berasizlar. Ha. Skidga qilib beramiz. Undan kattarog'i bormi sal? Endi Ko'proq yuk oladi ekan. Ya'ni kabinasi past bo'lish kerak, lekin Ha, kabinasi pastroq, lekin ko'proq yuk oladi. 26 modelimiz bor aka, bu eng muhim. Ko'p joylarga kirgani yaxshi-da bu. Ha, shu kabinasi bilan keyin turbinasi bor buni aka. Ha, turbinasi ham. Rasxoti ham ana uniki bilan bir xil aka. 3 ta 4 ta atrofi, mana motorlarni ham hozir bemalol ko'rsatib o'taverasiz mana aka. Bo'yi ham unaqa baland emas ekan. Bo'yi ham unaqa baland emas aka. Bo'yi 220. Shu darvozaxonalarga bemalol kirish uchun bo'yi pastroq qilib ishlangan. Lekin motor quvvati, ko'tarish quvvati baland. 78 tot kuch aka. 1 tonna 8 kilo yukni bemalol ko'taradi. Bu 5 konditsioner ekan-a? Ha, 5 konditsioner variantlari ham bor.
do'stlik apparat motor aka, bu ham yuchay. Eng muhimi turbina, rasxodi katta emas. Kimga qanaqasi? Konditsioner desa konditsionerligi ham bor. Konditsionersiz ham bor Bez aka. konditsioner ham bor. Bor aka. Hamma sharoitda ishlaydi. Ishlaydi. Qishin yozim. Buni faqat kovushdan faqat kovushi bor buni. Ha, faqat Lekin bunga ham qo'ysa bo'ladi. Bunda ham xudo xolasa Agar kelishib qolsanglar, kelishib qolsak qo'yib beramiz aka, komplet qilib beramiz buni. Ha, adapteri bor. Bor. Universal qilib ishlatsa bo'ladi. Ha. Undan ham kattaroqlari qaysi? Buni Endi undan ham kattaroqlari aka ZL 936Z modelimiz bor. Nargi yo'q, mana. Nargi bilan bir xil aka, prosta buni kabinasi bilan. Endi ba'zilar hali ha. viqorli bo'lsin, sal kattaligi bilinib tursin, haybati deydi-yu. Hmm. Unaqa so'ragan akalarimizga xuddi Buni nargi narxi bilan qanaqa? motor O'zgaradimi? Yo'q, narxi bir xil aka ikkalasi. Prosta bo'yida farq. Prosta kabinasi bilan. Qolgan hamma yo'g'i bir xil. Motori, Ammo narxini balonlari. aytmay ketdik-a? Ikkalasining narxini birga aytaman demda. Ikkalasining narxi ham hozir aka $14,000. Endi dop opsiyalarga qarab o'zgarishi mumkin. Qisqacha adapteri, konditsioneri. Amalonchi hamma yo'q ichida ekan. Endi buni aka 3 tami, qovushi ham 3 ta anaqasi bor ekan. bu asosan Balandligi ham. xirmon qilayotgan akalarga-da aka. Ha. Bu hali og'ir yuklarga emas, paxta, bug'doy, sholi, shunaqangi narsalarga. Bu aka 5 metrdan ziyod ko'taradi. Qanchagacha ko'taradi og'irlik? Og'irligi aka 1 tonna 8, 2 tonna yuk ko'taraveradi, xudo xolasa. Bu funksiyasi ko'p ekanda. Ha, bu 81 kilovat aka 112 ta ot kuchi bo'ladi Buni bunda. anaqa bilan ishlatsa bo'lar ekanda, uni kara qilib. Ha, kara qilib ishlatsa ham bo'ladi aka. Asosan buni paxta yuklovchilar bilan sholichilar juda talabgor bunga. Zakaz qilib olib keltiryapti endi. Bu ichlari ham keng ekan. Ular ham keng. Ancha keng. Bu furan anaqasidan, ha? Sinalari ham juda yumshoq. Ichlari ham konditsioner hamma yo'q bor ekanda buni. 3 ta funksiya bo'lsa, u bemalol ish qilaverar ekanda. Aka buni kovushi ham katta-da, 1.8 kuba. 1.8 1.8 bemalol qurilishda aka bitta zilda donini yuklab olsangiz bo'laveradi-da. Federalar ham zo'r ekanda buni. Nalari ham zo'r. Motorini bitta ko'rib beraylik-da. Motorni bitta ko'rsatib qo'ysam, qani? Bitta motorni Qani operatorimiz? Bitta motorni ham ko'rsatib qo'ysin. Motor aka 81 kilovat, 112 ta ot kuchi. Ha. Apparat motor. Bizda bilsangiz salarkaga, dizelga tekshiruv yo'q-ku. O'shani hisobiga apparat motor qilib olib kelganmiz. Bu mas salarka tanlamaydi. Xudo xolasa yaxshiroq salarka quyib yurgan yaxshi. Rasxod qanaqa bo'ladi endi? Rasxod aka buniki 6 litr atrofi. Bunda ham turbina bor. 6 litr atrofi aka buni rasxodi. Hamma yo'q bor ekanda, o'zi tayyor. Sizlardan to'g'ri shot spravka olib chiqadi. Yangi. Shot spravka bilan aka bir kunda sirasi chiqarib beramiz. 30% pul bilan ham chiqarib beramiz. Lizing, kredit, любой fotiga o'ynaveramiz biz aka. Jaydari qilib aytganda Hamma funksiyasi bor ekanda. Balandligi ham ancha balandda. Bemalol tomga ham beraverar ekanda anaqani. Material nima kerak? Ikkinchi etajga sinelab chiqib berar ekanda. aka mana bu modelimizni juda ko'pchilik kutdi. Tagi qisqacha, ya'ni tovushi ochiladigan modelimiz. O'tgan safar ham gaplashganmiz eslasangiz. Hozir yo'q nalichda qolmadi dedim. Mana aka 3 ta keluvdi aka, bitta qoldi mana shu bir haftani ichida. Keldi deganlar shu ekanda. Mana mana shu. Zakaz berganlar olib ketishdi, endi buni ham video obzorini olsak, xudo xolasa egasiga topshiramiz. Ha, u zakazga yana bor. Yana xudo xolasa bor aka, yo'lda kelyapti. Bu endi qanaqa bo'ladi? Bu ham aka boyagi 936 bilan bir xil. Boya tushuntirib o'tdim, 78 soat kuchi, 58 kilovat. Pulida endi $500 ranissasi bor, uni ham kelishamiz aka. Realni oladigan. Ammo kattani aytmay ketdik u narxini, u balanddi. U balandni narxi unaqa qimmat emas. Boshqa joyda bilsangiz 1.8 kubalar 450 million atrofi aka, $18,500 ana shu qisqichlari bilan birga. Kelishiladi narx hammasini aka. Kelsa mashina o'zida gaplashsa bo'ladi. Gaplashamiz. Bu ham xuddi shundan ekan. Bu ham xuddi shundan aka. Buni lekin bitta plyus tomoni tepasida qisqicha o'zi bilan. Adapter yo'q-da, mana bu qisqich tepasida o'zi bilan. Kovush ham qisqich. Bunaqa almashtirish shart emas. Qisqich kerak bo'lmagan payt shunday ochib qo'yasiz. Birontasidan olib turib, aha, kichkinami kattasidan oldi, ishlatib yuribdi. Ishlatib yurgandan keyin mabodo qisqichini yana qo'shimcha olaman desa, kelaveradi. Qisqichi ham bor, kelaveradi aka. Hamma funksiyasiga yana olib yig'ib beraveramiz aka, hamma funksiyasini. Bo'ldi. Keyin aka hali og'ir yuk ko'taraman haligi. Faqat qum shag'al bilan ishlayman degan akalarimizga ham bitta texnikamiz bor. ZL 946 modelimiz bor. U 1.4 kuba, 1.5 kubalik texnikamiz bor. Bu hozir pastda aka, uni ham ikki xili bor. Qisqichlisi bor,
keyin kovushni o'zi bor. Ot kuchi ko'pmi uni? Ha, uni ot kuchi ko'p aka. Yaqin 118 ta ot kuchi bor. Oho. Nagi kovushlari ko'tarib qo'yilgan. Katta Bu ekan. mana skelet aka, mana balonlarni ko'ryapsiz. Mana bitta mana zapchastlar, Hamma yo'q bor ekan. qisqichlar. Aka, mana bu xonani ichi bor-ku. Ha. Polni zapchast. Mhm. Orqa tomoni. Sozmoni aytyapsiz-da. Mana aka 946 modelimiz mana shu. O'zi ham bahaybat ekan. Bahaybat aka. Hali akalar Bitta motorini ko'rib o'zi bilib yurgan akalar e'tibor beradi-da, stirlovlariga. Stirlovlarning qalinligini ko'ryapsizmi? Ha, Asl brendligini chetdan bilsangiz bo'ladi. Chin bunga qaraganda bu ancha qalin ekan. Ha, motorni ham mana ko'ring aka. Mana shu ot kuchi ko'p shu yerda 108 ta deysizmi? Ot kuchi aka 118 ta. Ha, 118 ta. 118 ta mana motorni bu yoqdan ham ochib ko'rsataylik. ot kuchi aka 85 kilovat, motori yuchay. Motorga javob xudo xolasa. Umuman texnikaga javob. Salonida ham aka haydovchiga qanaqa sharoit kerak bo'lsa, ya'ni shu pagurchiklar haydash uchun hamma sharoit bor ekan. Eng muhimi avtomat apparat aka. Hozir ko'p talab bo'lyapti shunga. Original sizdinalar aka. Hey. Apparat. Tormoz sistemalari ham aka havo bilan ham ishlaydi, opornik bilan ham ishlaydi. Konditsioner hamma yo'q Konditsionerlar bor. bor. Bu anu tindirma ishlatgan ekanda. Shunaqa aka. O'zi 2,5 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladi xudo xolasa. Metali ham baquvvat ekan, qalin ekan. Metal baquvvat. Ko'pchilik shunga e'tibor beradi aka, keladi. Bu faqat shag'al, tinmay og'ir yuklarga ekan. Qum, yerni mana suv oladigan, haligi o'pirib oladigan texnika bo'ladi-yu. Eng обычныйsi mana shu bo'lib qoldi. Hozir 1.8lar, 2.4lar bor-ku, ana shu 2 kubadan oshiqlar. Ularda rasxod ko'payib ketdi. Buni rasxodi ham unaqa ko'p emas aka. 6,5, 7, 6 shunaqa atrof aka buni rasxodi. 7 taga chiqqanini hali eshitmadim ham, ko'rmadim ham. Shu 6, 6,5 atrofi. Bunga ham kovush almashsa bo'ladi yo bo'lmaydimi? Kovush almashsa bo'ladi aka. Buni hozir kovushlisini ko'rsatyapman. Nariyoqqa o'tsak aka, adapterli, qisqichli, kovushli 3 tasi birda variantlarimiz ham bor. Hali maytdan palis urib, tushib, qiynalib almashtirib o'tirmaydi-da. Shu ekskavatorga o'xshab salonni ichidan almashtirib, shu yerda o'zidan ilib oladi. Bu mощность ekanda. Balandligi ham ancha balandga ko'tarilgan. Balandligi ham aka, xudo xolasa 360 ga kovush qayrilib to'kadi. O'zini tepaga chiqishi 4 metrdan baland. 360 ta уже qayrilsa, bemalol shu men aytganday qishloq joylarda, uylar tepasiga bemalol olib beraverar ekanda, nimani desa. Olib turib bir 2 yil, 3 yil tinmay xizmat qiladigan, bir chiqaytmaydigan apparat aka. O'zi 1 yil garantiya bekarga berilmaydi. 1 yil garantiya. 1 yilda просто hisobini olib beriladi. Keyin aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p kompaniyalar faqat motorga, mostga javob beradi. Aka, biz zavodskoy defektga любой joyga javob beramiz texnikani. Chunki o'zimiz bilamiz, o'zimizning mahsulot. O'zimiz zavodda ishlab chiqarilgan. 1 yil degani bilan, chunki 1 yildan oshiqqa o'zi anaqa bo'ladi. Aka, 1 yilda просто texnika 1 yildan bu bo'ladi o'zi. Balonlar ham mo'shni. Xudo xolasa akalar, balondan ham muammo yo'q-a? Balondan muammo yo'q ana aka. O'zimizniki qop katta texnikalargacha balon olib tashaganmiz. Ha, bemalol olaman desa, kambayin, manbayin любойga bor mana. 1 yilgacha agar anaqa qilsa, telefon nomeri bo'ladi, servisdan ishlaydi. Nomerlarda pastda описаниеda agar qarang, video tagida qoldirib ketamiz. Telefon qilsa batafsil tushuntiramiz. Chekaro viloyat bo'lsa, mabodo buzilib qoldi. U qanaqa bo'ladi u? Bu yoqqa kela olmaydi. Hali Toshkent shahrida biz Toshkent shahrida tashkil qildik servisni, viloyatlarda tashkil qilganimiz yo'q. Xudo xolasa shu yil yozlarga servis mabodo buzilib qolsa, aloqa chiqarib yuboraman. Telefon qiladi, shunaqa bo'lyapti. Zapchast chiqarib yuboraman aka. Ha, bo'ldi. O'zlari bemalol tayyorlab yoki almashtirib olishi mumkin hozircha. Ha, bo'ldi. Servis tashkil qilinsa, har bir klientga telefon qilib aytiladi, aka, servisimiz tashkil qilindi. Endi zapchast bilan birga o'zimiz boramiz. Ish bitar ekanda, mabodo buzilib qolsa, shunday aloqaga chiqishsa, shunday ko'rib, bo'ldi deb, zapchastdan muammo yo'q ekan. Muammo yo'q ekan. Bo'ldi, endi bosish kerak prosta olib. Hali qiziqib telefon qilishga tortinayotgan obunachilar bemalol telefon qilib 24 ga yetdi. 24 ga yetdi aka. Telefon qilib turib maslahat, konsultatsiya olishlari mumkin. 4 ta menejerlarimiz mana shu xizmatda, xudo xolasa. Shunda telefon qilishsa
behimmat xizmat qilishadi aka, ma'lumotlar berishadi. Просто Nomerlarda olish kerak, opsiyada bosish qoldiramiz videoning tagida. Bo'ldi. Eng muhimi aka, kanalimizga, YouTube va Instagram kanalimizga obuna bo'lib kelgan obunachilarimizga Xudo xolasa men Bo'ldi gap yo'q, 5 topib berdi.